Ajoyib kelinlar. Najmuddin Umar ibn Muhammad Nasafiyning Samarqandnoma asarida yozilishicha, Alovuddin Samarqandiy zamonasining yetuk olimlaridan edi. Uning fiqh, tafsir, hadis, usul, aqoid, kalom ilmlariga oid ko'plab asarlari bor. Lekin ular orasida Tuhfatul Fuqaho asari nihoyatda mashhur bo'lgan. Olimni shogirdi Alovuddin Abu Bakr Kosoniy unga sharh yozib, ustoziga taqdim etdi. Alovuddin Samarqandiy sharhdan shunchalik mamnun bo'ldiki, fiqhda o'ziga tenglasha oladigan sohibjamol qizi Fotimani shogirdiga nigohlab berdi. Mazkur sharh mahr uchun kifoya qildi. Shunday qilib odamlar orasida tuhfasini sharh etib qizini oldi degan gap mashhur bo'lib ketdi. Umaviylar sultoni Hishom ibn Abdurahmon Hijriy 1172-yili taxtga chiqqanida hali yosh, uylanmagan edi. Turmush qurish istagi tug'ilib, o'ziga munosib kelinlikka nomzodlarga Qur'oni Karimni yod olganligini shart qilib qo'ydi. Shunda birgina Galin degan joydan 720 nafar Qur'on hofizi bo'lgan qiz chiqdi. Keyin sulton ikkinchi shart qo'yishga majbur bo'ldi. Bo'lajak zavjasi Imom Molikning Muvatto hadis kitobini ham yod bilishi kerak edi. Shunda ham kelinlikka nomzodlar kamaymadi. Qurtubaning o'zidan 500 nafar qiz ham Qur'onni ham Muvattoni yod bilishi aniq.